Hozir zamon talabi onlayn savdolar rivojlanib ketdi. Ya'ni qurilish sohasini ham onlayn qilsa bo'ladimi? Ya'ni eshik-rom sohasida o'zimizdan kelib chiqqan holatida onlayn qilib beryapmiz juda ko'pchilikka. Agarda siz ham uyingizda eshik-romlar qildirmoqchi bo'lsangiz va narx-navosini bilmoqchi bo'lsangiz, onlayn hozir zo'r ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Aynan siz eshik-romingiz necha pulga tushadi, qanaqa dizayn bo'ladi, qanaqa rangda bo'ladi, uyingizda turgan holatida telefonda, xohlasangiz YouTube orqali, televizorda ko'rsangiz ham bo'ladi. Bunday ma'lumotlarni biz sizga to'liq qilib beramiz. Agarda eshik-romlarga xizmat kerak bo'lsa, Tamos Akfa hamon xizmatda va sizni uyingizda dizaynlarni, mashg'ulotlarni chiqarib beramiz. Shuni variantlarini sizga tashlaymiz. Siz qo'lingizda qanaqa bo'ladi ko'rasiz. Buni variantlarni o'tkazing, Ulug'bek o'tkazsa bo'ladimi? Mana bunaqa variant xohlasangiz, mana panorama o'rtasi, shunaqa qo'yilish variantlarini, bitgan holatlarni dizayn qilib ma'lumotlarni beramiz.